Salom aziz o'quvchilar. Bu modulda siz ma'lumotlar tahlili haqida umumiy ma'lumotlar modelini yaratish, nisbiy va absolyut murojaat qilish usullari bilan tanishasiz. Istalgan masala yuzasidan qaror qabul qilish uchun qandaydir ma'lumot va axborot tahlil qilinadi. Ongimizda kichik hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish oson kechadi, ammo muhim qaror qabul qilishda katta hajmdagi ma'lumotni tahlil qilish kerak bo'lsa, katta formatli jadvallar va ma'lumotlar bazasi kabi dasturlardan foydalangan ma'qul. Asosiy funksiyalari ma'lumotlarni modellashtirishga yo'naltirilgan ko'plab IT dasturlar mavjud. Ma'lumotlar tahliliga turlicha yondashish mumkin. Jumladan, ssenariy yoki muammo ko'rsatilib, sizdan eng yaxshi yechim taklifi kutiladi. Masalan, so'nggi qo'ng'iroq kuni bir guruh o'quvchilarni taqdirlash kutilmoqda. Buning uchun o'qituvchi ularning bajargan uy vazifalari miqdori va sifati imtihon ballarini taqqoslashi kerak. Barcha ma'lumot o'qituvchi kompyuterdagi elektron jadvalda yozib borilgan. O'quvchilarga nisbatan adolatli bo'lish uchun o'qituvchi ma'lumotlarni ehtiyotkorlik bilan tahlil qilib chiqishi kerak. Sizga ma'lumotlar modeli taqdim etiladi va murakkab muammolarga javob topish uchun masalani internetdan o'rganib chiqish talab qilinadi. Masalan, oilangiz ta'til uchun boshqa mamlakatga sayohat qilmoqchi. Bobongiz va buvangiz ham sayohat qilishi kerak, ammo ular uzoq muddatli sayohatni yoqtirmaydi. Shuningdek, oilangiz byudjeti cheklangan. Reyslar qancha arzon bo'lsa, shuncha yaxshi. Bu vaziyatda hamma ma'lumot joylashtirilgan onlayn ma'lumotlar bazasi yoki elektron jadvaldan foydalanasiz va ayni muammoga eng yaxshi yechim topish uchun ma'lumotlarni tahlil qilasiz. Bu turdagi ma'lumotlar modellari Bron tizimlari deb nomlanadi. Ular internet asosidagi onlayn ma'lumotlar modellari sifatida ishlaydi. Sizdan muayyan ssenariy asosida yangi ma'lumotlar modelini yaratish so'raladi. Moliyaviy ma'lumotlarni saqlashni bunga misol qilish mumkin. Agar ma'lumotlar modelingizdagi raqamlarni doimiy yangilasangiz, istalgan vaqtda moliyaviy holatingizni qandayligini bilasiz va what if amaliy topshiriqlari asosida bashorat qila olasiz. Ma'lumotlarni diagramma yoki grafiklar yordamida taqdim etish mumkin. Darsimizning asosiy tushunchalari bilan tanishing. Diagramma elektron jadvallar olingan ma'lumotlarni ustunli doirasimon yoki chiziqli diagrammalar orqali ifodalashdir. Vizual namoyishni ta'minlash uchun turli ranglar, chiziqlar va naqshlardan foydalanishga ahamiyat beriladi. Nisbiy murojaat bu bog'langan kataklarning har bir to'plamiga birdek aloqador murojaat. Ular yordamida bir formulani ko'p kataklarda qo'llash uchun alohida yozish shart emas. Absolyut murojaat bu formulani ko'p kataklar uchun nisbiy murojaatsiz qo'llash usuli. Bunda foydalanmoqchi bo'lgan katak manzilining har bir qismi oldiga dollar belgisini qo'yish kifoya. Qator bu bir-biriga tutashgan va o'ngdan chapga yoki chapdan o'ngga gorizontal yo'nalgan kataklar to'plami. Ma'lumotlar modelini yaratish. Bu bo'limda elektron jadvaldan ma'lumotlar modeli sifatida foydalanib, amaliy topshiriqlar bajariladi. Ma'lumotlarni kiritishda 100% aniqlik bo'lishi kerak. Chunki ma'lumotlarni kiritishda xatolarga yo'l qo'yilsa, qayta ishlangan ma'lumotlar ham noaniq bo'ladi. GIGO qisqartmasi garbage in, garbage out, ya'ni kiritish va chiqarish jarayonidagi xato ma'lumotlar degan ma'noni anglatadi. Agar ma'lumotlar modeliga keraksiz ma'lumotlar kiritilsa, unda keraksiz ma'lumot hosil qilinadi. Masalan, agar tasodifan kimningdir tavalludiga oid ma'lumotlar xato kiritilib, ma'lumotlar modelini avtomatik ravishda yangilagan bo'lsangiz, u holda kimningdir yoshi 200 da ekani haqida ma'lumot chiqadi. Bu esa noto'g'ri. Bundan tashqari ma'lumotlar ko'pincha turli tashkilotlar orasida almashiniladi. Hatto boshqalar tomonidan sotib olinadi va sotiladi. Bu esa ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilikda ularni aniq va dolzarb deb belgilashning asosi hisoblanadi. Tashkilotlar siz haqingizda ma'lumotlarni almashadi. Ba'zan siz bundan xabardor bo'lasiz. Ba'zi hollarda ular ma'lumotlaringiz odatdagidan xavfsizroq bo'lishiga sizni ishontirib, ruxsatingizni oladi. Ayrim ma'lumot bazalarida juda katta hajmdagi ma'lumotlar borligi sabab hammasining haqiqiyligini tekshirish mushkul. Nisbiy va absolyut murojaat. Katta hajmdagi ma'lumotlar modeli bilan ishlashda har bir vaziyat uchun formula va funksiyalar kiritish noqulaylik tug'diradi. Elektron jadvallar birinchi formulani o'zingiz kiritib, keyingilarni takrorlashingiz yoki nusxalashingizga imkon yaratadi. Tizim har bir qator yoki ustunga keyingi ma'lumotlar to'plamini kiritmoqchi ekaningizni taxmin qiladi
va formula yoki funksiyani qo'llashda shu to'plamga murojaat qiladi. Bu jarayon nisbiy murojaat yordamida amalga oshiriladi. Nisbiy murojaat jadval elementlari uchun bitta to'plam formulasini qo'llashning yagona usuli emas. Muayyan formula yoki funksiyada siz murojaat qilayotgan qator yoki ustun manzili o'zgarmasligi uchun katak nomining har bir qismi oldidan dollar belgisini qo'yish kerak. Bu absolyut murojaat hisoblanadi. Formulani qatorlar bo'ylab takrorlashda I6 katakka absolyut murojaatdan foydalaniladi. Diqqat qiling, I ustuni uchun barcha murojaatlar I6 katakka tegishli bo'lib, 3, 4, 6 va hokazo qator manziliga o'zgarmaydi. Kataklar yoki kataklar diapazoniga nom berish ishlashni osonlashtiradi. Chunki formula va funksiyalardan foydalanishda muayyan bir katak yoki kataklar diapazoniga murojaat qilishda ularning haqiqiy manzilini emas, uning nomini eslab qolish osonroq. Masalan, B2, G15 emas, sinflar nomi oson topiladi. Kelgusi mashg'ulotlarda formula va funksiyalar bilan va ulardan foydalanish usullari bilan kengroq tanishib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.